O'quvchilar nega dars qilmaydilar? Bir yilda dars qilishimiz uchun 365 kunimiz bordir. 52 kun yakshanbani olib tashlasak, 315 kun qoladi. Yozda havoning vazifa uchun juda issiq bo'lgan 50 kun bor. Ya'ni u yog'iga 263 kun qoladi. Har kecha o'rtacha 8 soat uxlaymiz. Bir yilni hisoblasak, soatlar 122 kun bo'ladi. U yog'iga 141 kun qoladi. O'zimiz uchun kuniga 1 soat vaqt ajratsak, 15 kun ozayib qoldi. 126 kun har kuni yeyish uchun 2 soat vaqt sarflasak, 9 kun ketadi. 96 kunimiz qolyapti. Yaxshi o'quvchi tashqariga chiqqanda faqatgina 2 soat aylanishga sarflasa, yilda 92 kun bo'ladi. U yog'iga faqat 4 kun qoldi. Nihoyatda biz ham insonmiz. 3 kun kasal bo'lamiz. Qoldi 1 kun. Va tasodifni qarang, u ham bo'lsa tug'ilgan kunimiz. Biz dars qila olmaymiz.